Shahzod Sultonov haqida siz bilmagan sirlar ochildi. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Shahzod Sultonov 30 yoshni qarshi oldi. U o'zbek shou-biznesida aktyorlik va xonandalikni birga olib borayotgan taniqli bo'ydoq san'atkor sifatida ko'pchilik e'tiborida. U xonanda Oybek Sultonovning kenja farzandi. Otasi uni bolaligidan sportga, ayniqsa boksga yo'naltirgan. Shahzod avval Muay Thai bilan shug'ullangan, keyin boks hayotining muhim qismiga aylangan. Bolaligi moddiy qiyinchiliksiz o'tganini, otasi oilasi uchun hamma sharoitni yaratganini aytadi. Ijodda esa oson bo'lmagan. Ustozlardan sendan aktyor chiqmaydi degan gaplarni eshitgan. 3 yilgacha asosan massovka yurgan. Keyin Sardor Rahimxon qo'llab-quvvatlagani sabab ilk katta imkoniyatlar paydo bo'lgan. Aktyor tanilib borayotgan paytda ba'zi ayollardan noqulay takliflar olganini ham ochiq aytgan. Oila masalasida esa ota-ona tanlagan qiz bilan ham avval ko'rishib, keyin qaror qilishini, aktrisa bilan turmush qurib, uning san'atdan chetlashishini istashini bildirgan deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.